endi alohida bo'laklarni bo'lmaslik uchun webni o'zini ichiga mobile, backend, frontend hammasini qo'shganmiz. Ya'ni bitta kursda o'ziga 3 xil yo'nalish o'rganishinglar mumkin. Keyingisi sun'iy intellekt. Kim eshitgan qiziqadi? Sun'iy intellekt. Ko'pchilik biladigani ChatGPT yoki avvaldan borlari Google Lens bo'ldi. Yoki Android ishlatadigan bo'lsangiz Gemini bo'ldi. Telefonga Siri bo'ldi. Bularni hammasini o'zini yo'nalishi bor, ya'ni computer vision, ko'rib tushunishi, keyin chatbot, chat orqali gaplashishi yoki boshqa yo'nalishlar bor. Bizga hammasi bir-biri bilan integratsiya qilgan har bir yo'nalishni o'rgatamiz. AI umumiy yo'nalish ichiga machine learning, ya'ni kompyuterni o'zini o'qitishni ham o'rgatamiz. Unreal Engine. Unreal Engine degan ilovani ko'pchilik eshitmagan bo'lsa kerak, lekin real unda eshitgan bo'lganmi? Real ochki. Oskopek bo'lgan, Metaquest bo'lgan yoki Apple Vision Pro bo'lgan. O'shalar uchun dastur yaratishni o'rgatamiz. Shunda bundan tashqari Unreal o'ziga o'yin yaratishimiz mumkin. Ya'ni game development. O'rganganlardan keyin o'sha